Mejigar qanaqasi yaxshi deb savol berishuvdi. Mejigar dominant desa, dominant ko'tarib berishgan. Lekin poddelkasi bu. Original emas. Originalini qarab olinglar. O'zida blokda o'zi ko'rsatib qo'yadi ampni ham. Dominant ko'ryapsizlar. Chapga yozilgan 2 mamut degiz. Bo'lish kerak. Knopkalarga qarasanglar. Qiyshuv qo'ng'ir bo'lyapti. O'shanisiga ma'ni ham boshqacha bo'ladi. Hozirga chiqayotgan pultda yonida ekranli bo'lib ketgan hozirgi pultda. Eskisi deb sotilgan holatda bo'lsa ham bunaqa bo'lish kerak emas. Simlari ham bunaqa emas. Originalda ham yo tomonida yana bitta anaqasi pastda bo'ladi. Ustalar biladi uni. Ochganda mashinaga payka qilib starterga qo'yib yuborish. Xitoy poddelkasini qilgan. Originalda sotishgan, yana 2 yil garantiya ham berib qo'yishgan. Insof o'zligiga bersin.